Узбекистан, встречайте вашего победителя Жасурбек Тайсон Жураев! Жасурбек, мне тут нужен твой секундант для того, чтобы он перевел. Спасибо. Почему ты не дрался? Почему ты так дрался осторожно? Мне казалось, что ты мог его победить еще в первом раунде, но почему-то ты очень осторожничал. Слово твоему народу. Assalomu alaykum Qozog'iston, O'zbekiston, meni kuzatib turgan hamma padishkohga rahmat. Prosta nima desam bo'ladi, chiroyli o'yin ko'rsata olmadim do'stlar. Afsuski, nasib bo'lsa inshaalloh yanagi jangimda hammani bundan-da chiroyli xursand qilishga va'da beraman do'stlar. Rahmat, meni qo'llab-quvvatlagan qancha o'zbek qo'llab turibdi insonlar, borlariga shukr. Parvoz aka, Toshkentda kela olmadi, rahmat, jon omon bo'lsin. Menga har doim meni shu yerga sabab chiqib qo'ygan Parvoz aka Choyxona Registon bo'ladi. Ya'ni to'g'risi bugun yaxshi o'yin ko'rsatilmadi. Lekin Xudoga shukr, qo'limdan harakat qildim. Nasib bo'lsa inshaalloh yanasida kuchli bo'lib qaytaman. Следующий бой. Ты просил с другим оппонентом, с новым оппонентом. Что видишь дальше для себя в лиге? Hozircha o'ylab ko'ramiz. Men hozir uyga borib, ota-onamni borib, xursand qilayin, bir ota-onamni oldi quchoqlab bir o'pib qo'yayin onamni yuzidan. Bu hozircha u narsani o'ylab ko'raman. Ya'ni Mekshan Mobile meni padishga qilib turgan, rahmat. Ya'ni Choyxona Registon meni sponsorim, Shukr aka, mana shu yerda bo'lsa kerak. Aka, bu yoqqa keling. Siz sabab shu yerga kelib qoldim. Qishloqlarda, istorikalarda yurardim. Zo'rmisiz Shukr aka? Boringizga shukr aka. Shunchalik meni padishga qilib, birinchi jangimda yutqazib qo'ysam ham hech meni qo'yib yubormay, yanada meni tarbiyalab o'zingiz. Rahmat, boringizga shukr. Ya'ni ota-onam kuzatib turgandir meni hozir. Ota-onamni borib, onamni juda ham borib yuzidan bir o'pib qo'yaman. Juda ham yaxshi ko'raman. Chunki ota-onam nasib bo'lsa yana inshaalloh kuchlab qaytamiz. Тут есть твой друг